O'zbekistonga kelmoqchi bo'lganlarga va o'zi bilan podarkaga bo'lsa ham yoki o'zi uchun boshqa davlatdan telefon olayotganlarga men sizlarga yangi informatsiya berib o'tib ketaman. O'zimda bo'lgan narsa haqida sizlar ham bilib olinglar deb. Men kelgunimgacha bilmaganman telefonni deklaratsiya qilish kerakligini. Kelishimdan bir hafta oldin bildim va menga aytishdiki, aeroportda ichida qilib o'tsang arzonga tushasan tashqaridan ko'ra dedi. Email kodni bilardim. Men email kodga qilib o'tib ketaman deb o'ylagan edim. Keyin yo'q, aeroportdan kirdik, o'sha samolyotdan tushib bagajimizni olib chiqsak, to'g'ri deklaratsiya qilayotgan joyga bordim. Ilonda o'chirt bo'lib yotibdi. Xullas, atdan olib men telefonim 17 Pro Max 256 GB silver bo'lganligi uchun 825.450 so'm pulida to'ladim. To'lab turib, bundan tashqari email kodga 100.000 ularga, plus через uz email anaqasidan, приложениyasidan 185, общий 285.000 so'm to'ladim. Agar 825.000 da ashadda aeroport ichida bank bor ekan, bankdan to'lasangiz 1% ni ustiga qo'shib berishingiz kerak ekan, чтобы bankdan siz to'layotganligingiz uchun. Keyin ular sizga mana unaqalaringiz chiqarib, bazadan chiqarib berganiga ularda uslugasi bor ekan 20.000, birinchi akushkani 20.000 ularga to'ladim. Xullas, общий 1.300.000 atrofida pul to'lab aeroportdan 3 soat deganda, bagajimni olganimdan keyin 3 soat yo'q, 2,5 soatda chiqdim. O'shuning uchun yangi kelganlar hammaga har xil Androidlarda bir xillarga 400.000, hali podarkaga ikkinchi telefon qilib olib kelganlar ustiga 400.000 shunaqa qilib pul to'lashyapti. O'shuning uchun bilib olinglar, men ham bilmagandim, kelib bilib oldim deb sizlarga aytib o'tib ketyapman. Agar mana shu videom sizlarga полезный bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Пока всем.